Vagoningizni so'nggi fasonda remont qildirgansiz, lekin yozgi kunda tomidan issiq o'tib miyangizni qaynatib yuboryaptimi? Qishki kunda so'qotib qolib qotib qolyapsizmi? Oilaviy qiynalib azob chekyapsizmi? Endi bular yechimi topildi. Endi 5-6 ta odam yig'ilib hashar qilishlar davri o'tdi. Ya'ni loy lombazlarning qotili hisoblanadi. Bu pena lombaz hisoblanadi. Do'stlar, uyda egasi shu zarduvonni urib, o'zini maxsus mana bunday vasalan tashlab bersa bo'ldi. Svetini, abetini ham yo'g'ini qilib bersangiz bo'ldi. O'zlari kelib 1 kilodan 40 mingdan 45 ming so'mdan zo'rlab quyib beradi. Qalinligi 5 sm dan 8 sm gacha bo'lar ekan. Buni zo'r tomoni loy lombazdan ancha yengil bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Sichqon kalamishlar patologiya orasiga tushib ketmaydi. Endi oldingidek mana bunday qalin xorlarni bemalol tashlamasangiz ham bo'ladi. 3 metrga bittadan xora tashlasangiz ham bo'laveradi. O'zi mana bunday maxsus mana bunday materialni tashib berar ekan, havo zo'r o'tkazganning hisobiga vasalar chirib ketmaydi. Yengilliklari zo'r. Bir kunda normal ob'yemda quyib berar ekan, ekran pasti nomerlari bo'ladi. Bemalol aloqa chiqarasiz. Xonadoningizning tomi, ishxonangiz tomi farqi yo'q. Liboy tomlarni zakaz qilsang bo'ladi. Bittadan laki bosib qo'ygan bo'lsang bo'ldi.